أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum hurmatli musulmonlar, Alloh taolo niyatimizni qabul etsin. Alloh taologa maqtov bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning yigirman salam bo'lsin, yana tirik yurgan musulmon barlarga Allohning berekati bo'lsin, birligi bo'lsin inshaalloh. Endi va'zimiz taqribi, ya'ni qo'g'amning derti bo'lgan nashaqorlik. Nashaqorlik bu dinde harom etilgan narsa, ya'ni birinchidan din sog'liqqa ziyon narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda ayatul munofiqin salasa degan. Munofiqning sifati 3 turli degan. Ya'ni iza haddasa kazzaba, söylese o'tirib aytadi, va iza va'ada akhlafa deydi. Ya'ni va'dasida turmaydi, va iza utumina xana deydi. Ya'ni amaliyotga xiyonat qiladi deydi. Ya'ni munofiqning sifatlari deydi. Alloh Qur'onda munofiq jayla innal munofiqina fi darasfil minan nar va lan tajid lahum nasiran degan. Munofiqlarni aniqында tozoqning eng tubini salamiz degan. Ularga hech qanday ko'makchi, miditkar bo'lmaydi qiyomat kunida. Alloh saqlasin. Endi bu nashaqorlik va harom narsa. Alloh Qur'onda eskertgan o jayla olimlar o'sha oyatda oldiga keltiradi, ya'ni dalil qiladi. Va la taqtulu anfusakum. Ya'ni o'zlarini o'ldirmang degan oyat keltiradi. Sonda innalloha kana bikum rahiman, Alloh taolo sizlarga erishgan mehrimli deydi. Va la tulqu bi aydikum ila tahlukati deydi. O'z-o'zlaringni qavq ko'targa tikmanglar deydi. Ya'ni vasiyatlar nashaning harom ekanini dalolat etiladi. Endi bu nashaqorlikqa boru bu birinchidan nafsini egara olmoq. Bu nafsi jalla Alloh Qur'onda 3 yerda keltirgan. Ya'ni amara nafsi. Amara nafsi teqqina haromlikqa, yomonlikqa menzaytin, so'g'an yetirmaydigan nafsi. Ya'ni nashaqorlik bo'lsin, so'g'an qattiqda qanchama gunoh istirligi buyuradigan nafsi, amara nafsi. Ya'ni yomon narsalarda ko'zga yaxshi ko'rsatadigan nafsi u amara nafsi. Ikkinchi nafsi bo'lsa, u lavama deydi. Lavama nafsi o'zini o'zi jazirgan nafsi. Sonda uning yaxshiligi bor, biroq yomonligi odan bosim deydi. Hal endi yana bir nafsi keladi, u muntaha nafsi. Muntaha nafsi yaxshilik bilan yomonlik teng. Teng bo'lganda yaxshiligi bosim deb aytiladi. Hal endi nafslarning eng shuni u mutmain nafsi. Alloh Qur'onda ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila robbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannat degan. Janning rohatini ko'rishun nafsi, Alloh sendan rozi bo'lgan holda, sen Allohdan rozi bo'lgan holda qullarning qatoriga kel, jannatga kir deb Alloh taolo tushuntirgan. So'shin bir qilatin umrda nafsi, ya'ni din sog'liqni saqlashimiz kerak. Payg'ambarimiz neydi? Men arafa nafsahu faqat arafa rabbahu degan. Kim o'zini ne istib yurgan, halol men haromda ayira bilsa, ya'ni o'zini taniy bilsa, ol faqat arafa rabbahu deydi, Rabbisini taniydi degan. O'shin Alloh taolo bunday harom narsadan barchamizni saqlasin. Agar nashaqorlikqa borib yurgan bo'lsak, ayriluqqa Alloh taolo sol nashaqorlikdan ayriluqqa Alloh taolo barchamizga kuch-quvvat bersin. Alloh yer yurtimizga tinchlik, omonlik bersin.